Do'stlar, biz bugun yangi igra to'pi oldik. Bugun birgalikda sizlar bilan videoni izohlamiz. Biri kelyaptimi? Keldik. Qo'yqa borish kerak ekan. Bu yerga boramizmi? Bu o'yin mashinalarni olib sotishga qiziqadiganlar uchun. Mashinani olib biznes qilamiz. Biznes, mashina olib sotamiz, biznes qilamiz. Biznes. Хорошо. Endi qaysi bosish kerak? Mana bosamiz. $3000 so'rayapti. Kupit. Sotib olamiz mashinani. Продолжить qilamiz. Kerak emas. Evakuatordan jo'natib yuboramiz mashinani. Mana evakuator keldi olib ketishga. Mittigina mashinani katta bir evakuator kelib olib ketyapti. Endi mana bu yerga kelamiz. Nima deysiz, brat? Mana. 4200 qiymat so'rayapsiz, lekin brat, tushiramiz buni. Bundan olib tashlaymiz. Bemalol. 4000 pulimiz qoldi. 4000 yaqin bo'lsa o'zimiz uchun meni berishga. Bundan sotamiz. O'zimizga beramiz. Birinchidan boshlaymiz. Lekin to'rttakan, shuncha to'rttakan. Buni ham sotish kerak. Bunu sotamiz. Qarabchi. Bunu sotamiz. Markası. Yok oldu yaptı. Открыть. Okey. Hoş değil. Nima qilish kerak endi? Kirib o'tirish kerak bu yerga. Bundan keldi-ku. Qani? Kelinglar. Mazda M6 Sport car kelinglar. Nima deyapsiz? Malika Ruslan bilan o'shang buni. 4850. Yo, ko'taramiz. Endi sotib oldik. Narxni ko'tarish kerak edi, narx. Bugun sizlar bilan $50,000 chiqqanimizcha, $50,000 chiqqanimizcha, bizlarning birinchi qismi.